Har bir ayolning kosmetik sumkasida bo'lishi kerak bo'lgan 3 ta asosiy mahsulot. Tonalka, tush, pomada. Tez orada modadan chiqadigan 3 ta go'zallik trendi. Qosh tatuaj, lab tatuaj, kiprik. Kundalik makiyaj uchun eng yaxshi mos keladigan 3 ta vosita. Tush, qalam, rumyana. Makiyaj qilayotganda hech qachon qilmaslik kerak bo'lgan 3 ta xato. Rumyanani past surish, konturni past surish, qoshni qattiq bo'yash. Butun kun davomida saqlanib turadigan mustahkam makiyaj uchun 3 ta sir. Fiksator, рассыпчатая pudra tonalka ustidan, и tegidan baza. Asl vazifasidan tashqari ishlatish mumkin bo'lgan 3 ta kosmetik mahsulot. Rumyanani teni qilsa bo'ladi, rumyana qilsa bo'ladi, pomada qilsa bo'ladi, konsilerni tonalka qilsa bo'ladi, qalamni podvodka qilsa bo'ladi, qosh bo'yagich qilsa bo'ladi. O'z ish faoliyatingizda eng ko'p ishlatadigan 3 ta sevimli mahsulotingiz. Tush, рассыпчатая pudra, rumyana.